Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, O'zbekiston xalqi shu atrofimizdagilar. Endi o'zimiz do'konimiz tarixiga kelsak, marhamat do'konimiz salkam 60 yillik tarixga ega. Bizdan katta ustozlar ham bo'lishgan bu yerda. Mana shu do'kon, shu katta sulolani yuzini yerga qaratmagan holda ishlab kelyapmiz shu do'konimizda. Xo'stavar sohasida ishlayotganimga o'zim ham 25 yil bo'ldi. Sochimiz shu do'konda oqardi. Ustozlarimizga rahmat, yaxshi tarbiya berishgan ekan. 25 yildan shu do'konni yurg'izib kelyapman. Xalqqa xizmat ko'rsatyapmiz. Asosiy maqsadimiz sifatli mahsulotlar yetkazib berish. Pul qilishdan ko'ra xalqqa xizmat qilishni yaxshi ko'ramiz. Endi bu yog'iga Onur kompaniyasi bilan 10 yildan beri bu yog'iga ishlab kelyapmiz. Bu firmani mahsulotlarining sifati, yaxshiligi, agentlarimizning xushmuomalaligi, dasturchilarimizning molni vaqtida yetkazib berishlari hamyonbopligi. Shu sababdan bu kompaniya bilan ishlab turamiz. Hurmatli mijozlar, sizlarga sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, mana o'zimizning Marhamat Uz do'konimizga murojaat qilasizlar. Xo'jalik mollari, santexnika sohalari bo'yicha. Agar optoviklar, magazinchilar sizlarga mahsulot optimlari kerak bo'lsa, Onur kompaniyasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mahsulotlarimiz zo'r, yaxshi emas, zo'r, a'lo darajada. Tavsiya qilaman.